Hürmetli vatandaşlarım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Endiki mavzumunda Amerika'da Cumhuriyetçiler Partisi'nin tanıdığın yerimi Çavuşen'e uğraş içine kolladı. Tillerson nime dedi? Yani Devlet İşler Katibi Tillerson nime dedi? Mavzulu haber. 10. ayının 16. gün Venvitor biti ilan kılındı. Haber. Mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Rex Tillerson 15. günü mundak görsetti. Prezident Trump bir tane bomba yerge düşküçe Amerika diplomatik yolla ve basıla arkalık Çavuşan krizisini hal qilishimizni talab qildi. O'xshashli yaqinda elib berilgan el rayini sinash oshkorildi Amerikada Tangdin Yerim Cumhuriyetçiler Partisi'nin yani Tangdin Yerim Cumhuriyetçiler Partisi'nin yani a'zolari Çavuşan'ga avval hücum qilib harbiy vosita ishlatishni qo'lladı. Filmborg agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Tillerson Tunugin matbuot muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump menga aniq mundaq dedi. Diplomatik tirishchanlikni davomli ish qilish toki bir dona bomba yerga tushguncha diplomatik tirishchanlikni ish qilish kerak. Tahlilchilar mundaq tahlil qildi. Devlet İşler Katibi Tillerson bir tane bombanın Amerika'dan keladiganligi yoki Çavuşan'dan keladiganligi to'g'risida bir narsa demadi. Shundaqla Devlet İşler Katibi Tillersonning so'zlari Çavuşan qurol ishlatadigan vaqt jadvaliga vakillik qila olmaydi. Koreya matbuotlarining 14-15 kunlari xabar qilishiga asoslanganda Çavuşan'ın raketa qaçılangan maşinleri sun'iy hamrohda paydo bo'ldi. Raketa elib yurgan qo'yib berish uskunalarini kuzatish doirasida paydo bo'ldi. Bundan burun Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Makmatis mundaq ko'rsatgan. Prezident Trump Çavuşan'ın yadro qurollari bilan Amerikaga tahdid solishni cheklash har qanday harakat qilishga qo'shildi. Prezident Trump Çavuşan'ın yadro qurollari bilan Amerikaga tahdid solishni cheklash jihatda har qanday harakat qo'llanishga qo'shildi. Demak, Çavuşan Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid soldigan bo'lsa, undaqda Amerika har qanday harakatni qo'llanishga huquqli demak. Makmatis haftaning 1-kuni Fox xabarlari gazetida televiziyasiga mundaq dedi. Kim Jong-un bilishi kerakki, yadro qurollarini taraqqiy qilish orqali bexatarlikni qo'lga keltiraman deb o'ylaydigan bo'lsa, oqibat dal buning aksi bo'ladi. Washington Post gazeta xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Kunni Piyak Universiteti 13 kuni yaqinda elib berilgan el-rayni sinashning natijasini e'lon qildi. Bu Cumhuriyetçilerin neticesi e'lon qilindi. Demak, Cumhuriyetçiler Partisining 46% a'zosi Amerikaning Çavuşan'ga avval hujum qiladigan harbiy vosita ishlatishini qo'lladi. Yoki mundaq aytganda Prezident Trumpni qo'llaydigan Cumhuriyetçiler lagerida Tang Yerim partiya a'zolari Çavuşan'ga urush etishning tayyorligini qilishni qo'lladi. 41% partiya a'zosi bundaq qilishga qarshi ovoz berdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bularning hammasi Prezident Trumpning unimidir, xizmat unimidir. Isbotlandiki, uning so'zlari qo'llovchilarga zo'r ta'sir ko'rsatmoqda. Isbotlandiki, Prezident Trumpning so'zlari qo'llovchilarga zo'r ta'sir ko'rsatmoqda. 8-ayda Prezident Trump mundaq degan edi. Agar Çavuşan davomli Amerikani dushman chaqlaydigan bo'lsa,
Karşı taraf Amerikadan keladigan yalqın ve gazapni görüp alalaydı. 9-cı ayda Prezident Trump Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığında nutq sözlegende zor tepilganda Çavuşanni bütünley beçit qilamiz. Yani Çavuşanni bütünley tarmar qilamiz degeni. El rayda aşkarlandı ki Çavuşanga kural işletişine kollaydıganlarni 10 yıl burunqı seliştiğinde 2006 yılı Çavuşan yadro kurallarını devamlı terakki kıldırganlığı sebepli diplomatik yol bilen el qilish kerakmi yoki avval hücum qilib harbiy vosita qo'llanish kerakmi deb el rayni sınash elib baganda Cumhuriyetçiler Partisi'nin 28% a'zosi harbiy vosita ishlatishni qo'llagan. Endi hazır Cumhuriyetçiler Partisi'nin 46% a'zosi Çavuşanga avval hücum qilib harbiy vosita ishlatishni qo'lladi.